Assalamualaikum barliq Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Mening ismim Adalat Ahmad. Men 2015-yil 9-oyning 15-kuni vatanimiz Sharqiy Turkistondan Misrga o'qish uchun chiqqan. Mening hisobda hozir chet elga chiqqanimga 3 yil bo'ldi. Men vatanimiz Sharqiy Turkistonning Aqsu viloyati Shayar noyasi Shayar bozorichidan. Dadamning ismi Ahmad Qodir, bu yil 52 yosh. Apamning ismi Nizofat Juma, bu yil 50 yosh. Biz 3 bola. Akamның ismi Adil Ahmad, bu yıl 30 yaş. Akamның 3 balası var. İnimның ismi Alim Ahmad, bu yıl 22 yaş. Ve ben Adalat Ahmad. Mening ailemlikler bilen bo'lgan oxirgi aloqam 2017-yil 3-oyning 15-kuni Ünidarda dadam apam bilan oxirgi qatim ko'rishdim. Undan keyin 2017-yil 5-oyda biz Misrda o'quvchi bolalarni tutadigan degan gaplarni anglab Turkiyaga yenib kelgan bo'ldik. Ularning aloqasini ularning izlarini qilamadim. Shundan keyin Turkiyaga kelgandan keyin Turkiyadagi o'zimizning yurtdoshlardan anglasam, dadamni 2017-yil 4-oyda qizimni Misrga chiqaribsa, qizim chet elga degan sabab bilan jazo lageriga ketibdi. Lekin hozir akam, inim, apam qanday bo'ldi, ularning hech izlarini va xabarini bilmadim, hech aloqam yo'q. Mening Misrda birga tug'an bir inim bor, o inimning ismi Abdusami turdi. 2016-yil 9-oyda o inimning oilasiga qattiq besim qilish bilan, Xitoylarning besim qilishi bilan 2016-yil 9-oyda vatanga tushib ketgan. O inim vatanga tushgandan keyin aerodromda soqchilar oldiga chiqib pasportini tortibdi va biror so'roq qilib qo'yib beribdi degan gapni oldim. Keyin 2017-yil 3-oyda o inimni Misrga chiqibsa degan sabab bilan soqchilar tutib ketibdi. Keyin yana Misrga chiqqan o'zimizning yurtdoshlardan anglasam, o inim Abdusamini shu Misrga chiqqan sabab bilan 10 yillik kesib o'tibdi. O inimning bir akasi bor, ismi Abdug'ani turdi. O akam bu yil 33 yosh. O akam 2013-yil 5-oyda Xitoyning o'zining o'rlashtirgan sayohat shirkatidan Turkiya Dubayga bir haftalik sayohatga chiqqan. O akamni shu mening dadamni akatgan 2017-yil 4-oyda jazo lageriga akatganda shu akamni chet elga chiqibsa degan sabab bilan jazo lageriga tutib aketibdi. Shu gapni oldim. Lekin endi bu 1,5 yil oldingi gap. Lekin hozir ularning ahvoli qanday, ular qanday bo'lib ketdi, qaysi saq, qaysi turmada, hech qaysini bilmadim. Mening shu videoga chiqishimdagi sabab o'zimning urug' tuqqanlarim ota-onamni izlash davoyimni xalqaro tashkilotlar, BDT va kishilik huquq tashkilotlariga yetkazish va urug' tuqqanlarim va ota-onam bilan haqiqiy ularning xabarini bilgichilik davoyimni davomlashtirish.